Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisiz? Yaxshi kelibsiz bilan yana birinchi video chekamiz sizlar. O'zbekistondan men asalari olib kelganman. Hozir nima deyman bilasizlar? Shvetsariyadan. Shvetsariyaning Alp tog'laridamiz. Elikkala tumani Qashqaro qishlog'idan davlat asalari bo'yicha shug'ullanamiz. Asalari hamma dardga davo. Keyingi videoda hozir ko'rsatib o'tamiz. Sizlar bilan baham ko'ramiz. Rahmat hammaga. Qoling. Elikkala tumani Qashqaro qishlog'ida asalachilik bilan shug'ullanamiz. Shu asarni biz yana hozir Shvetsariyaga olib keldik. Hozir sizlarga baham ko'rsatib, yetkazaman. Hamma narsaga foydali, dardga davo. Asal ming dardga davo. Maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Yetadi. Acayip. Acayip. Pastda nomerlar qoldiramiz. Shu nomerlarni o'zgartirib olasiz. Rahmat.